Rasulullohning zamonlarida bo'lyapti bu narsa. 4 dirham qarzi bor. Shunda Rasululloh aytdilar, "Yo'q. Men janozani o'qimayman. Ya'ni qarzdor odamni janozasini men o'qimayman" dedilar Rasululloh. Shariatda qarzdor odamning janozasi o'qilinmaydi, toyinki birov uning qarzini bo'yniga olmaguncha yoki to'lattirmaguncha. O'qimayman dedilar, boshqa birov o'qisin dedilar. Shunda Alloh taoloning izni bilan Jibroil alayhissalom odam suratida o'sha jamoatga paydo bo'ldi-da, Rasulullohga aytdi: "Ey Rasululloh, bu janozani o'zingiz o'qing. O'zingiz o'qing." Shunda Rasululloh aytdilar: "Buni qarzi bor 4 dirham. Men buni o'qimayman. Bo'ynida haqqi bor" deganda, u qarzni, u haqdorning haqqini Alloh to'ladi. Nega? Chunki vafot etgan odam Ixlos surasini yaxshi ko'rardi, doim o'qib yurardi.